parallel parkovkaga kirib kelayotganda birinchi qiladigan ishimiz qaysi biriga kirishimiz kerakligini aniq tanlab olishimiz kerak. Shu joyda to'xtab tanlab olamiz. Eng oxiriga kiramiz. Xo'p, tanladik. Ikkinchi qiladigan ishimiz parallel parkovkani chizig'ini, shu o'ng tomondagi chizig'ini torpedani o'rtasida ushlab haydaymiz. Bu nimaga kerak? Parallel parkovka bilan yon distansiya muhim ahamiyatga ega. Shu polosani o'rtada ushlasangiz, garajga juda yaqin ham kelib qolmaysiz, juda uzoqlashib ham ketmaysiz. Bu muhim orientirlardan hisoblanadi. Mana polosani o'rtaga ushlab haydayapmiz. Kirishimiz kerak bo'lgan manzildan o'tib to'xtaymiz. Oynadan qaraganimizda sariq uzuq-uzuq polosa tugashi bilan to'xtashimiz kerak. Uzuq-uzuq polosa tugashi bilan to'xtadik. Burchak bilan g'ildirak tengma-teng bo'ldi. Ana endi 3 ta urinishda kiramiz. Birinchi urinish. Rul oxirigacha o'ngga buriladi va zadniga olinadi va o'ng tomon orqa g'ildirak uzuq-uzuq polosani bosamiz. Mana bu birinchi urinish. Ikkinchi urinish, rul to'g'irlanadi. 1 2 rulni to'g'irladik. Chap tomon orqa g'ildirak uzuq-uzuq polosani bosish kerak. Mana ikkinchi urinish tugadi. Shu joyda rul oxirigacha chapga buriladi. Oxirigacha chapga burdik va joyiga joylanamiz. Oq polosani ustiga g'ildiraklarimiz chiqadi va kompyuter to'g'ri bajarildi deb fiksatsiya qiladi. Shu 3 ta urinishda kirdik. Rulni to'g'irlamasdan ikkinchi tasmaga chorrahaga chiqib ketamiz. Zadniy tashqariga olamiz. Shart to'liq bajarildi.